ko'ngillik, baxtlik oilaga erishib qolmay, yana o'zi yaxshi ko'radigan xizmat topdi. 我们还要学一下今天 Hozir Munbartga Jumanisa Mardona ishonchga to'lgan qiyofatda bolalarga matematika savolini tushundirmoqda. Ammo oliy maktabda o'qish jarayonida aslida natijasi a'lo bo'lgan Jumanisa diniy asabiylik ideyasi bilan yuqumlanib, to'yiq yo'liga kirib qolgan edi. U dastlabda diniy asabiylik tusini olgan kiyimlarni kiyishdan taraqqiy qilib, darsdan qochgan, maktabning faoliyatlariga qatnashmagan, atalmish g'azat mazmunidagi sillarni ko'rgan hamda hamma joyda diniy asabiylik ideyasi orqali kimning e'tiqodchi, kimning yot dindikilar ekanligini o'lchaydigan bo'lgan. Jumanisa diniy asabiylik ideyasiga kishilar bilan borgancha yaqinlashib ketgan. Hatto chigirdan chiqib asabiy tashkilotga qatnashishga talablarcha uringan. Ayni chaqda maktabimizdagi yuqori yillikda o'qiydigan birsi meni to'xtamay izlab, chet elga chiqqim bo'lsa, pul chiqarib yordam beradigan odamning borligini aytdi. U menga to'xtamay telefon qilib meni izladi. Buning bilan men chegirdan chiqishni sinab beqish qaroriga keldim. Chegirdan o'g'irlikcha o'talmagan Jumanisa qonunga xiloflik qilg'achqa xavfsizligi organlari tarafidan tutilib Şinjanga qaytarib kelindi. Uning amaliy ahvolini bilgan ota-onasi ayni chaqda bir oila kishilarni faxrlantirgan qizdan qattiq umidsizlandi. Dadam qattiq xafa bo'lib, "Senda qizim yo'q" dedi. Ular mendan bakla umidsizlandi. Bizning uningdek bolamiz yo'q. Uning nima qilg'isi kelsa shuni qilsin. U bizning bolamiz emas dedik. Uningdan umidimizni uzdik. Mahalliy kadri va oilasidagilarning nasihatiga Jumanisa Payzovat nahiyalik kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markaziga tarbiyalanishga bordi. O'qituvchilar doim uning bilan sirdishib, uningga qonun bilimlarini o'rgatdi. Yolg'on yovdoq so'zlar bilan niqoblangan G'azat Ejriti nomli ibrat filmini ko'rgandan keyin filmdagi oliy maktab o'quvchisining echinishliq sarguzashtisi Jumanisani talto'kis o'yg'atdi. Ularning chet elga chiqqandan keyin yo'liqqan ishlarini ko'rib o'zimni nihoyatda talaylik his qildim. Baxtga yarasha qutqizib olinibdiman. Ularning pul chiqarib meni chet elga elib chiqmoqchi bo'lishidagi haqiqiy maqsadi bo'lgunchilik qilish, vatanni parchalashgan. Ulardan qattiq nafratlanaman. Jumanisa kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazida tarbiyalangandan keyin qora tumandan qutulib, turmushga bo'lgan umidi va ishonchi qaytadan ochdi. U a'lo natija bilan sinf boshlig'i bo'lib, kursantlarga davlat o'rtoq til yoziqi o'qituvchisi bo'ldi. Kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazi uning o'qituvchilik salohiyat guvohnomasi borligini ko'zda tutib, tarbiyalanishni tamomlagandan keyin uni o'qituvchilikka tunishtirdi. Jumanisa xalq o'qituvchisi bo'ldi. Ota-onasi uningdagi o'zgarishni ko'rib, uni qaytadan bag'riga bosdi. Tunji qatim uyga qaytganda apam nihoyat xushal bo'lib meni bag'riga besib, men bilan birga uxladi. Ham qizimni qayta tepib oldim dedi. Men nihoyat xushal bo'ldim. Qizim xatolik o'tkazganda partiya hukumat uni tashlab etmay xizmatga o'rinlashtirdi. Doim uyimga kelib qanday qiyinchiligimiz borligini, nimaga ehtiyojli ekanligimizni so'rab, holimizdan xabar oldi. Partiya hukumat uni o'z qizidek ko'rdi. U tarbiyalanishni tamomlagandan keyin nihoyat yaxshi o'zgaribdi. Partiya hukumatga chin dilimdan rahmat aytaman. Bultur 10-oyda Jumanisa to'y qildi. Eri bo'lsa ma'mur. Hozir uning yaxshi ko'radigan xizmati, baxtlik oilasi bor. Turmushi nihoyat ko'ngilli o'tmoqda. Uning deyishicha, hozirgi turmushi partiya hukumatning qutqizib olishidan kelgan. O'zim yaxshi ko'rgan odam bilan to'y qilib baxtli turmush kechiryapman. Shirin ayni sanyaga berib o'tkazdik. Bak ta'sirlandim. Partiya hukumat meni tashlab etmay, yorlividan yondirib keldi. Qayta yo'riqlikqa erishdim. Bizdan bezar bo'lmadi. Men hech qanday kamsitishga uchirmadim. Hozir atrofdagi boshqa odamlarga o'xshash nihoyat baxtli turmush kechiryapman. Navoda menga bu fursat berilmagan bo'lsa, bir umr xatolik ichidan chiqolmaydim. Shunga chin qalbimdan rahmat aytaman. Tövəndə qısqa xəbərlər görünlər. 2020 yillik chaqanliq yo'lovchi to'shish bugun rasmiy boshlandi. Jami 40 kun davomlashib, 2-ayning 18 kuni oxirlashidi. Şinjanda taxminan 18 million 700 ming odam qitim yo'lovchi to'shilishi mo'ljallanadi. Buning ichida tosh yo'lda 9 million 300 ming odam qitim, temir yo'lda 5 million 250 ming odam qitim, puhralar aviatsiyasida 4 million 150 ming odam qitim yo'lovchi to'shilishi mumkin. Temir yo'l tarmoqlari hozirgi yurish xaritasida belgilangan 117 jup poyez asosida Urumchidan janubiy Shimoliy Sharqiy Şinjan yo'nalishiga qatnaydigan yo'lovchilar poyezidan 55 ni, Shanxay, Chengdu, Chongqing qatorliq yo'nalishlarga qatnaydigan yo'lovchilar poyezidan 72 ni ko'paytirdi.